Svetda 200 kW limitida bir dona sirkulyatsioniy nasos yeb qolayotganini bilasizlarmi? Nega unaqa deyapman? Hozirlarga ko'rsatib beraman. Har bittamizning uyimizda sirkulyatsioniy nasos bor. Sirkulyatsioniy nasosimizni uyimizda 3-tezlikka qo'yib ishlatamiz ko'pchiligimiz. 3-tezlikda 10 metr balandlikka suv chiqarib beradi hamda soatiga 330 watt tok sarflaydi. Eng qiziq joyiga kelamiz. 330 wattni ko'paytiramiz 24 soatga bir kunlik elektr energiya sarfi kelib chiqadi. Ana endi buni 30 kunga ko'paytiramiz. 1 oylik elektr energiya sarfi kelib chiqadi. Qarasizlar 237 kW. Ana endi sizlar Vidrox brendi asosida ishlab chiqarilgan invertorning alohida ekonom invertorning sirkulyatsioniy nasoslarni oladigan bo'lsangiz, buni ham 3-tezlikka qo'yib ishlatsanglar 10 metr balandlikka suv chiqarib beradi hamda 1 soatlik elektr energiya sarfi 100 wattni tashkil qiladi. Ana endi yana kalkulyatorga urib ko'ramiz. Qarasizlar 100 watt. 100 watt ko'paytiramiz 24 soatga. Bir kunlik elektr energiya sarfi. Buni endi ko'paytiramiz 30 kunga. 1 oyda 72 kW. Qarasizlar, men sizlarga tavsiya qiladigan nasosimiz aynan Vidrox brendi asosida ishlab chiqarilgan invertorning sirkulyatsioniy nasosi bo'ladi. Ushbu videoni sirkulyatsioniy nasos bilan tanishlarga yuborib qo'yinglar.